Bir, iki, üç. Bismillahirrahmanirrahim. Dersimize başladık. Demek, bize de biz elden birinci paragrafı öttik. Birinci paragrafta tekrarlamalarımız. Birinci paragrafta bize ne öğrendik? Birinci paragrafta bize element ne ekanini öğrendik. Şu katta bu narsani shuni o'zingni tag deb aytiladi ekan. Tagning ichidagi harfimiz esa karakter deb aytiladi ekan. Karakterlar o'zgarib turadi ekan har xil birda bo'lishi mumkin, lekin P bo'lishi mumkin yokida input bo'lishi mumkin, har xil bo'lishi mumkin. Shu karakter bo'lishi o'shani elementimizni shu elementimizni novi ish bajarishini kuzatib berishini yo vazifasini bizlarga aytib beradi ekan. Keyin biza darsda o'rgangan edik. Açılış tagi ana shuni o'zi tag deb aytiladi ekan. Hammasi hammasi qo'shilsa element bo'ladi ekan. Quyidagisi açılış tagi bo'ladi, bandagisi yine yopilish tagi bo'ladi ekan. Closing tag bo'ladi ekan. Bundagi narsamiz nima? Farishta qovsi desak ham bo'ladi buni. Bracket deb aytadi inglizchasini. Bracket deb aytadi. Demak, takrorlab ham oldik. Endi bu yerda attribute degan tushuncha boradi bizda. Attribute odi bo'ladi ekan, name deydi ekan. Odi bo'ladi ekan, odi bo'lgan odi bilan value degani qiymati bo'ladi ekan, odi bo'ladi ekan, qiymati bo'ladi ekan. Bu shu elementimizni qo'shimcha ma'lumot beradi. Elementimiz haqida qo'shimcha ma'lumot beradi. Elementimiz ustunda qo'shimcha ishlarni bajarsak bo'ladi bu bilan. Misol uchun bu yerda yana shu elementimizni boshidan oxirigacha shu elementimiz ichidagi paragraph in English deydi. İngliz tilidagi paragraf deb qo'yibdi. Demak, biz buni foydalanuvchilarimiz yaxshi tushunishi uchun brauzerlarimiz biza yozgan ma'lumot ingliz tilida ekanligini aytishimiz uchun biza language qiymatini o desa ingliz tili deb beramiz ekan. Keyinchalik buni bizani brauzerimiz o'qigan vaqtida, ochgan vaqtida ingliz tilida deb ko'rsatib beradi. Har xil attributlar bor. Har xillar bor. Misol uchun style bor. href bor. Va hokazo ketaveradi bular. Ko'p ishlatiladigani style bor, href bor. Va keyin misol uchun bizada P elementimiz bor deylik. P elementimizga tegishli bo'lgan nari bor, attributlar bor. Ba'zi holatlarda P elementimizga tegishli bo'lgan attributlar bor. Misol uchun style attributi hammasida ishlatiladi, hamma elementlarda ishlatiladi. Lekin ba'zilarida o'zlariga tegishli bo'lgan ba'zi nalari bor. Attributlar. Misol uchun language deb qo'yibdi. Bu language degani til degani. Language misol uchun P elementda ishlaydi. Lekin HTML degan elementimizda ishlamaydi. Keyin biz aytdik, strukturamiz har xil bo'ladi dedik. Strukturamiz eng kattasi HTML. Eng kattasi HTML bo'ladi har doim. Ochilishi, yopilishi. Undan keyin HTML sahifamiz ikki qismga bo'linadi. Buni kalla qismi, keyin tana qismi. Bir de kellasidan ham ko'p narsalar bo'ladi, lekin bu yerda hozir title bor.
Title bizani veb saytimiz adı. Web saytı adı deydigan bo'lsa, Bobojon deb shu yerga yozadigan bo'lsangiz, Bobojon bo'lsa, baylanib kelib ibida chiqadi. Ibida siz qidirasiz yozib URL bilan birgalikda. Qidiriladi-da, yozib qidirasiz. Misol uchun google.com deysiz, shuni tepasida topgandan keyin title'da nima bo'lsa, shu chiqaradi. Tanasida degina body'ni. Tanasi ichida har xil narsalar bo'ladi. Misol uchun, beni xabar deb qo'yibdi. Xabar elementimiz bizani tekstimizni katta tekstda yozib beradi dedik. Endi qarang. Ina. This is the body of the page deydi. This is the body of the page. Endi bitta chiqarib turibdi. Agar bu ham bobo desangiz, ibida bobo deb chiqargan bo'ladi. Ibida p elementimiz bor edi. Paragraf. Elementimiz ina. Mayda katta kichkina harflar bilan yozilgan. Shu tana body bizani page'imizni hamma yerini qoplab beradi. Bizlarga ko'rinib turadigan oq page hamma yerini qoplab beradi. Hamma yerini qoplab beradi. Shuncha joyini qoplab oladi o'ziga. Moviy rangda ko'rsatib bergan eshiklar bilan birgalikda qoplab beradi. Shu body bo'ladi, tana qismi bo'ladi. Sizlar bilsa kerakmidi? Men tushuntirib beraman, buni qiyin emas. Shunday papka ochish kerak bo'ldi, papka ochish kerak, fayl ochish kerak bo'ldi. Endi biza nimalar bilan ishlaymiz? Tekstlar bilan. Katta sarlavhalar, paragraflar deganim bu shunday mayda yozilgan tekstlari uyushmasi. O'sha bir bir paragraf bo'ladi, bu paragraf bo'ladi. Bold degani qalinroq deb yozib beradi deb aytib. Qalin aytib beradi-da. Italic bo'lsa, italic degani ham boshlab yozib beradi deb. Ibratib yozmaydi-da. Yonboshlatib yozib beradi-da, o'sha deb. Italic degani. Emphasis degani ham shunday. Ya'ni stress bilan aytish degani. Keyin bir de strukturasini o'rganamiz. Yana shu strukturani o'rganamiz ekan. Boshladik yana. Bir de yine xabardan tortib X6gacha. Yine xabar ibu yine 2 ibu 3 ibu 4 ibu 5 shuni gitaveradi. Mana paragraf. Bilina. This is main heading dedi. This is main heading. Bu main heading. Bular misol uchun tezlik deb yozadigan bo'lsangiz, katta deb tezlik deb chiqaradi. Gördünüzmü? Yeni toza xatolar tushgan, toza xato. Çünkü katta tekstlarni yasashingiz kerak bo'lgan vaqtlarda, endi sarlavhalarni yasashingiz kerak bo'lgan vaqtlarda shundan foydalanasizlar. Endi keyin bizada paragraf.
böyle paragraf. Açılış tagi, yapılış tagi bilmiyorlar. Açılışıyla yapılışı. Yeni açılışı, yeni yapılışı. Bir yine bir tane bak. Bizde yine iki tane paragrafımız var ki. Şu paragrafta baytalar bize. Şu paragrafta baytalar. Açılışı yapılışı, açılışı yapılışı. Açtı. A paragraf consists of one or more sentences. Paragraf bir yoki undan ko'p so'zlarni jamlaydi. Paragraf yasashda shundan foydalanasiz. Açasiz yapasiz, açasiz yapasiz. İki tane bak yine. Üçüncüsü iki tane gapimiz bor bir de. Yeah. Bold italic deb qo'ygan. O'zi tekst ishlagan vaqtida, misol uchun qaraytirib ko'rsatadi ne? Yine shu yine bedeni. Element açtı. Aynen. O açılışdagi, yapılışdagi bedeni bold deb qo'yibdi baxa. Yine bold'da endi bir de qaraytirib chiqardi. İçinde bo'lgani uchun boldni ichida bu element ichida bold bo'lgan ichi berib bobo bo'lsa, yine bu bobo bo'ladi. Katta katta fontda. O'shanga qaraytirib chiqaryapti. Keyin bir de yine ko'rsatib qo'ydi. Bir de paragraf o'rgandik. Keyin paragraf o'rgandik. Açılışı yapılışı. Keyin yine bir de buni ishlatib qo'ydi. Açılışı yapılışı. İçinden o dedi key features dedi yine. Qaraytirib berdi tekstni. Keyin in ishlab turibdi. In ishlab turibdi. In ichidagi tekstni netib berdi. O'zgartirib berdi. Bir qo'lda yozganini esa yonboshlab yozadi. Yonbosh o'zgartiradi. Nochi desangiz ishlaydi yine. Yine bu so'zimizni yine yonboshlab yozgan. Nochi deydigan bo'lsak, qaraymiz. It is a potato deydi. Aybidagi. In ichine diqqan ekan. I elementimiz ichine diqqan ekan. Bir de some like sub degan sub degan sub degan elementimiz bor ekan. Bir de aytib turibdi, misol uchun ilmiy narsalar bor yine. Eating Einstein formulasi nisbiylik nazariyasindagi shularni chiqarib berish kerak bo'lgan vaqtimda shundan foydalanadik. Yani ikki bor-ku, kvadrati deyish kerak-ku. Misol uchun 25 desdan 2 deb yozsangiz bo'lmaydi-ku. Shuning uchun bunday dedik. Misol uchun 25 paragraf ochamiz. 25 bo'ldi. Undan keyin 25 metr kvadrat tashimiz kerak. Bundan foydalanamiz. Sub deymiz. 2 kvadrat aylantiradi mana yapamiz. Keyin paragraf ham yapamiz. Tamam. Endi bizlar 25 kvadrat deb chiqarib beradi. Yibasa bizada misol uchun majbur H2O bor. Suv. Buni chiqarishimiz uchun yoki karbonat angidrid topadi. CO2. Bu ikki pasta bo'lishi kerak. Shuning bo'lsa shart turibdi bedena. Bedena 2009 yanında pasta bir tushdi. 2002 bedena
CO deb qo'ydik yine CO bir de ikkini pasine düşürecek gibi işareti bir pese düşürecek. Şimdi vaktinde CO bo'ladi, sap bo'ladi, 2 yachasiz yapasizda ya bu paragraf bo'ladi. Nima qilay? Bir 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 marta ko'rib o'tgan yaxshi, baribir o'rganib o'tgan yaxshi. Lekin jim kamdan kam holatlarda ishlatiladi. Endi yana aytacakman, misol uchun siz the moon deysizda, oy shunchalik katta joy tashlab ketgandan is drifting away from Earth dedi. Oy yerdan uzoqlashib ketib botir deb turibdi. Ibidin shunchalar joy tashlab ketgan, o'rtani ochibdan. Ibidan o'rta ochilarmikan degan holatda. Yo'q, hammasi shu bir xatar. Agar ishidagi joy qoldirib ketgan, ochib ketgan joyi ishigacha bo'lgandan baribir birgina joy ochib ketadi. Tushundingizmi? Bu ibidina mumboku ishidagi joyini shunchalik kattalikda aytmaysizmi yo shunchalik kattalikda aytmaysizmi, baribir the moon deb ketadi. Uniki demaydi. Unik bo'lmaydi baribir. Joy tashlab ketmaydi. Shuning uchun bizada xatolarni yangi xatordan yozib ketish uchun ishlatiladigan elementlarimiz bor. Yangi xatordan yokida chiziqcha tashlab ketib, ya'ni toza xatordan bo'ladi. Bu toza xator o'tkazib beradi. Bu esa toza xator o'tkazib beradidan chiziqcha yasab beradi bizlarga. Aynan. Misol uchun ikki dona so'z bor bu yerda bo'lgani. Mana undan keyin ibidani bundan ishlatgan. Bora deganda ibida shu narsa ini the earth degan elementni ishlatgan, break degan elementni ishlatgan. Shundan keyin ishlatadigan bo'lsa ibidagi gapni toza xatarga tushirib beradi. Toza xatarga tushirib beradi. Day degan joyinacha. Day degan joyinacha. Yana buni qo'ygan ekan. Yana bir boshqa xatarga tushirib beradi. Yana bu yerda bo'lib berdilar, toza xatarga tashlab berdi. Buni hammasi buning ichida, paragrafning ichida. Paragraf ichida bo'lib berdi. Endi horizontal line'a keladigan bo'lsak, paragraf bor, yana horizontal line degani bir de bu elementimizni ishlab turibdi. Xrodagi elementimizni ishlab turibdi. Bu toza xatarga tushirib beradi. Toza xatarga tushirib beradi, yana boshladi. Endi bo'ldidan boshladi. Va lekin chiziqchani chizib berib, keyin toza xatardan tashlab beradi. Shu bu elementlarimiz yana xr elementi, keyin br elementi, bu açılış tagi, yapılış tagi ikkisidan bir xil. O'zi bir taraflama element bu. Açılış tagi ham o'zida, yapılış tagi ham o'zida. Biza qaytib ketib bilmaymiz. Tekstlarni yozib turib
minnetib yozadigan bo'lsa xato bo'ladi. Shunchaki break bo'ladi. O'zinday yopilishdagi bo'ladi bularni. Tayoqchani o'zimda qo'yib ketasiz. Yopilishdagi bu. HR'dan ham va breakdan ham shunday. Keyin bizada strong degan ham bor. Element bor. Ochilish ham bor, yopilish ham bor. Shunchaki ana shu bolt o'xshaydi. Bolt o'xshaydidan qaraytirib beradi, qaraytirib bergan bilinglar. Behavior degan so'zimiz qaraytirib berilgan, not suitable for children under 5 years old. 5 yoshdan kichkinalar uchun emas deb qo'yibdi. Shu tekstimiz yana strong ichida bo'lgani uchun katta deb ko'rsatib turibdi. Katta emas, endi bir qaraytirib samizlab ko'rsatib turibdi. Buni ishlatgan vaqtimda M deb qo'yibdi-ku. Emphasis degani, emphasize degani bu shu think o'yla degan so'zimizga ko'proq urg'u berib turibdi deganidan. Shu urg'u berib turibmiz degan shuni ko'rsatgan vaqtimizda ishlasangiz bo'ladi. Buni o'rnini ayni ishlatib ketsam bo'ladi. Bina block code degani yoki maqol. Maqol yoki she'r bo'lishi mumkin, shunday narsalar ishlatiladi deydi. Ishlatiladi. Men bir marta ishlatmayman bu narsani. Attribute site degan attribute borgina. Buni nomidan keyin uni qiymati boshqa bir narsa berib turibdi bizani. Wikipediyadagi boshqa bir veb-sayti berib turibdi, shundan barib o'qib oladi. Ishlab chiqarib beradi. Ishlab chiqarib beradi alohida deb. To'xtab qoldingmi deydi o'ylashdan deydi. To'xtab qolgan bo'lsam boshqatdan o'ylashni boshlaganim yo'qmi deydi. O'ylab boshlaganim yo'qmi deydi. Bizda yana bittagi elementimiz bor, kod degan. Bu qisqartirishini bu narsamizni bu yerda chiqarib qo'ysa, uni qisqartirish uchun kattaroq etib, uzunroq etib, kaltaroq etib ishlatiladi ekan. Deyarli bir xil narsa bular. Bular bir xil narsa. Baribir ko'p ishlatilmaydi. Shundan ko'rib o'tgan yaxshi. Misol uchun akronim title degan bizani nimiz bor ekan. Qarang, attributimiz bor ekan. Yotdagi attribut deb. O'zi ochilib o'zi yopiladigan element ekan. Attribut ham misol uchun bitta narsalar qo'ydik, qisqartib yonboshida chiqaradi keyin vajda o'zi nima tashkilot, nechta tashkilot degan vaqtida yozib ketgan. National Aeronautic and Space Administration degan. Ya'ni shu chiqarib beradi deydi. CIA deb qo'ygan bo'lsa, CIA deb qo'ygan shuni ko'rsatib bersa, panglab, soriqlar chiqarib, shunday buni ishlatasiz deydi. Nega ishlatasiz degan bo'lsangiz, paragrafi ichida
Yine element açılmadı, biz açılıb yapıladigan title qo'shildi yine. Title attribute'imizda yine şu space administration bir narsa bo'ladi-da. Nima yapib qo'ydi narsadan keyin. Tushunding? Keyin bizda site degani bor ekan bu yerda. Bu yerda o'zi nedan gap ishida bir boshqa yerdan maqola olib kirdingiz, boshqa veb-saytdan, Bobojonning veb-saytidan maqola olib kirgan bo'lsangiz, shunda nedan kelganini aytish uchun, nedan kelganini aytib berish uchun shu vaqtda ishlatasizda saytda. Bir de define degani bu definition. Definition degan ingliz tilisida misol uchun ilmiy terminlar bo'ladi-ku. Oddiy bo'lishi mumkin. Yana bir aytib qo'ydi, is a region of a space where from which not even light can escape. Black hole yani. Black hole degani qora tuynuk. Yine qora tuynuk yine. Ilmiy tushuncha bo'lgani uchun shuning ichine diqib turibdi. Yot ishlatiladi, lekin bir xil. Resulti bir xil bo'ladi. Görünüşü bir xil. Yana bizda bu narsamiz adres yine. Misol uchun siz ishi kunubgani bosgan vaqtida sizga email jo'natishlari kerak bo'lsa, sразу telefondan emailni ochib xabar ber deyishi kerak bo'lsa, yine degan elementimiz bor. Hamma vaqtda ishini ishlarini bajaradi. Boshqa veb-sayt yuborish kerak bo'lsa, misol uchun google.com deydigan bo'lsangiz, google.com ga yuboradi sizni. Buni bas desangiz, bas deb turib, shuni ishidagina bas degan yozuv chiqadi. Shunda bas degan yozuv chiqadi. Bas degan yozuv chiqaradigan bo'lsa, bizani Google ga yuboradi-da. Bu yerda shartib turibdi. Misol uchun homeexample.org deb qo'yibdi. homeexample.org deb qo'ydik yana. Mana meni web adresim, emailim, shu emailimni yozsangiz bo'ladi deydi. Yana bir adres deb qo'yibdi. Ibn adresi o'zi. Buni bosadigan bo'lsa, sразу email chatdan shu email adresi jo'natadi. Biriga ketib qo'yibdi. Shu email adresi yubor deb turibdi-da. Yine burada şu del'in içinde bo'lsa, del içinde tekst bo'lsa, bla deb qo'ygan bo'lsangiz, chizib ko'rsatadi yana. Bobojon. Shu del içinde bo'lsa, del ibida bo'lsa, oxiri beda bo'lsa, shuni chizib chiqaradi, chizib chiqargan. Endi ins degan ham bor. Ins bor degan bo'lsa, bobo deb qo'ygan bo'lsangiz, bobo deydidan tena chizadi. O'rtasidan ajratib chizgan bo'lsa, yana bildik, ikkisidan ham foydalansangiz bo'ladi.
Bizani example'ımız yine. Navada bu xabarda ishlatgan edi. Misol uchun bu 3 bo'lishi mumkin bir ishlatib bo'lgan narsa-chu. İbida yine paragraf. 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 Yani paragraf. Lekin içinde mayda-chuyda narsalar bor ekan ibida. Yig'lashtirma tushuntiriblarini. Xabar qayerga ishlatib. Ibidan paragraf bo'yina. Birdan paragraf bor, birdan paragraf bor, birdan paragraf bor, birdan paragraf bor. Eng kattasi yine kallasi, tanasi. Eng katta eshitmaymiz. Bir yine i bilan bar qo'yib, i bilan barcha eshitiladi. Yine nechada qo'ydik. Salgina yonboshlatib yozib ketadi. Bir yine saytda turibdi. Neden kelgani? Ko'chadan kelgan. Bir yine kod degan bu. No, work is the refuge of people. Work is the refuge of people. Yani şöyle yine 2 tane kaos içine tıktırıp baba büyük baba büyük biraz çıkacak olsa şunu yine içine de koşuz gerek. Kaos gerek miydi? Kaos bilen çıkarttılar ki. Tashqari chiqqan vaqtda videoni kaos bilan chiqaradi. Kaos bilan chiqargan-ku. Yana work tushuninglar. Kan narsalar ham boydi. Abbreviatda qo'yibdi yana. Lekin ishlatilmaydi. Kamdan kam holatda ishlatilsa ishlatiladi, bo'lmasa ishlatilmaydi. HTML elementlari noddan ishlatiladi ekan. HTML elementlari bor, kattasi, kichkina ichindagi har xil elementlari bular yani sizni sahifangizni strukturasini belgilab beradi. Shundan ishoracha body tepasida yani ozgina joy borku brauzerni. Shu kichkina joyida yozadi oldidan bobo.com bobo.comni body ham bobo.com emas, boboxon deylik. Yusuf xafa bo'lmasin, boboxon emas, bobojon deymiz. Qo'shimda bobojon degan kichkina bola. Bobojon degan bo'lsa title'ni ibidagina head bo'ladi. Body bu ibidagina head. Head elementi içine giradi. Head elementi içinde title bo'ladi. Title elementimiz bo'ladi. Title içine buni tıktık. Bobojonni. Keyin ibida chiqadi bobojonni. Bobojonni ibida chiqaradi. Ibidagi kan qutgan narsalarni xabar A, B, shunday uchun ishlatiladi. Elementlar tartib bilan yoziladi. Strukturasi o'zi shunday. Kalladan kalla keladi. Tana keladi. Kattasi HTML. Kallaga tegishli bo'lgan narsalar bu yoqqa ketadi. Tanaga tegishli bo'lgan narsalar bu yoqqa ketadi. Biberiga.
Bu dersimizi kaçan tekrar edip mana aytib berganingizdek o'tamiz. Bu yerda o'rganadigan narsalarimiz yana tartiblanmagan list, tartiblangan list. Immunitet verib beradi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tartiblangan bo'ladi. Shunchaki mana ichindagi narsalar list bo'ladi yana. Bu yerda o'g'li bo'lishi mumkin. O'g'li ichida bolalari bo'ladi yana. Atasi bolalari. Busiz ishlamaydi lekin. Tartib shunday. Bu yerda tam shu gap. Atasi ichidagi bolalariga. Atasi ichidagi bolalari.